Azizlar, hozir bundoq yaxshilab qarab chiqdim magazinda Aziz yo'q ekan. O'zi hech qaysi boshliqlar yo'q ekan. Shuning uchun sizlarni xursand qilish uchun men o'zim shaxsan sizlarga mana shu krossovkalarni skidga qilib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz, keling. Nima bering? Bulardan bori o'lib ham qutulib bo'lmaydi. Kechqurun spalnida yotib, spalning tagidan ham chiqib ketadi bu. Astag'firulloh, Astag'firulloh deb men aytishim kerak. Maylimi bundan video olsam? Men kassirman hozir. Bu kassir bo'lsangiz siz pul sanab turing, men skidga e'lon qilib olay. Xullas mana shu krossovkalarni hammasini azizlarim 78 ming so'mdan olishinglar mumkin. Qaranglar kачествосini ko'ryapsizlarmi? Bahorda, yozda kiyaverasizlar. Boya aytganimdek deb nafas oladigan oyoq kiyimlar ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli. Sambada bu anaqa qisada. Men o'zim aytibman. Letni o'tadi. Bilaman, zo'rligini ham bilaman, kачествоsi, qichiqligini ham bilaman, hamma narsani bilaman. Просто sen shu turganingni ham bilaman, deb tushunsanmi? Men kassirmandim-ku. Bo'ldi, kassirligingizni qiling, iltimos. Asal singlim, shakar singlim. Chiqishni anaqa singlim. Gapimni deb olmay qoldim. Xullas 78 ming so'mdan shaxsan o'zim sizlarga skidga qilib beraman. Kelinglar, olinglar. Kelganinglardan keyin mana shu boshdan qotirar, shaqlapam aldadi 78 ming deb. O'zi aslida 199 ming so'm desa, mana shu bilan bemalol og'zingizga mana shunday qilib urishinglar mumkin. Sharaqlar. Men bu yerda turmayman. Bor, boshim qotirman. 78 ming so'm.